Bismillah. Biz bugün Oktyabrning 50 yılligi uramning 15-yurtda Enuze apada. Onun bilan tanışırmız Allah birsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Opa. Bizning maqsadimiz mana shulay bir-birimizni ko'ru, eshittu, hallarni bilishu. Şuna göre hatta bizning shahardashlarimiz da sizni bilsin. Qo'shaqda biz birga turamiz, bit. Ko'rchilar bila turib, bir-birimizning hallarini bilmaymiz. Maddiy yordam bir bit. Amana oralashu, mana shulay bir-birimizni ko'rib, hallarni bilishu o ikkinchi. Biz bilamiz, eng birinchidan albatta biz bir-birimiz uchun ko'rchilar o'zaro birishlarga tegishli bitindi. Shuningdek, Qo'shaqda hatta aytdilar, ko'rshing ul tug'aningdan da yaqinroq bo'lirga mumkin. Shunday bit. Shuna ko'ra, endi alhamdulillah mana shunday maqsadimiz, niyatimiz bilan keldik. Shuna ko'ra endi azroq siz bilan tanishamiz. Mening ismim Solih Hazrat, sizning ismingiz nechik? Enuze opa. Opa, nechik hallaringiz bugun sizning? Bugun hallarim mana sızlayında ayağım sızlay, mana yo'q oyoqda sızlay, mana sadaq sızlay. Mana shul manzaram. Nesa nechik oyoqni yo'qotdingiz? Nesa bo'ldi? Endi she'rmi u nechikroq? Shakar. Siz yaxshi ko'rasizmi? Ko'ramali. Allohga shukr. Allohga shukr, Allohga shukr. Chunki shakar she'r bilan endi shirovchilar alarali tegi suqurlikqa da ilta. Dushanbalar endi. El ko'ramali. Allohga shukr, Allohga shukr. Yarar. Opa, tilaklaringiz, xayollaringiz nimadir bardir belki. Nindi tilagim? Bar, nindi. Uram var. Opa, aytsin, o'zi aytsin. Men unutam shul. Narsali. Uramga chiqarga bosqich yasarga kerak. Pandus deb ataladi. Shulaymi? Men ismlarini bilmayman, kanishni bosqich deb aytam. Men necha yil endi uramni ko'rganimda yo'q. Shulaymini? Subhanallah. Yaxshi biz deb ketganlari kelgan kishida yo'q, yasagan kishida yo'q. Protez kerak. So'ragan kishida yo'q. Anlaşıldı. Protez kerak oyog'ima. Mana protez bilan uramlarda da yuriylar bit. Mana menim shiqibda yurib. Qachon mana shunday holga duchor bo'lgansiz? Qachon necha yil o'tdi endi? Necha yil o'tdi u? 3 yil. Siz 3 yil uramga chiqqan yo'qsiz? Yo'q. 3 yil uramga chiqqanim yo'q, muncha kirganim yo'q. Benim meditsina bo'yicha bilimim var. Ana qarabda men okullar qo'ydim. Anda temperaturasi tegsa men 89 to'la. Maşallah. Sizning образование. Başta men ветеринарный институтni bitirdim. Andan pedagogический институтni bitirdim. Почти строительный институтni bitirmedim endi. 3-institut. Mana shu. Bulay indi Enuze opaga yardım ettim. Уже 15 yıl onlara уже yardım ettim. Allohga rahmatlar yog'sin. Biz sizni uzoq etib shulay endi g'azablamaymiz bit savollar bilan. Shunga ko'ra mana sizning tilaklaringizni eshitib, biz inshaalloh sizga yordam etirga tirishamiz, yarami? Bizning maqsadimiz bir-birimizga yaqinroq bo'lish. Bizning shunday maqsad. Shunga ko'ra eng birinchi albatta sizni ko'rchilar bilan eng birinchi tuganlar bilsin, tuganlarda ko'rsin sizni shu aytindi. Yordam etsin. Albatta hamda endi biz mana masjid, ondan so'ng yosh yigitlar, qizlar, shahardoshlari
Biz indi bir-birimiz için borçlup şolay yardım etmişler bolsun. Şolay bit indi. Amin. Indi biz ilimde de kolabız. Bizning Marat sizning ilimde de şolay bit indi Marat. Şoğa göre şolay matur etip oralaşırız yarama. Eyleyiz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rab mala bizne gafuyt. Ötenlere bizge selametlik bir ya Rab mala bir-birimizge şolay yardım etip bir-birimizge şolay buluşup ya Rab mala matur etip yaşarga bizge nasip etsen ya Rab mala öz eti eneribizning hayr fatihasında bulup öz bolalarımızning, unutlarımızning iyiligini ko'rgan nasip bo'lsa edi. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya Rabbal Şolay öz ko'rshilarining ismlarini tugul, ahvallarini bilishib, şolay bir-birimiz uchun borçlup bir-birimizga yaqinroq bo'laylik.